Assalomu alaykum tinglovchilar. Bugun yana milliy sertifikat savollarini ishlashda davom ettiramiz. 21-misol. Mana shu parabolaning grafigi quyidagi rasmda tasvirlangan. Bunga ko'ra f18 toping deb. Birinchi o'rinda mana bu yerga qaraymiz. Bu kesishgan nuqta. Bunda nima bo'ladi? X'imiz x0, y 3,5 yoki 16 taqsim 5. Bu yerda o'rniga borib qo'yadigan bo'lsak 16 taqsim 5 teng x o'rniga 0 qo'ysak s kelib chiqdi bu yerda. Ana endi a bilan b ni topishimiz kerak. Bizda mana bu yerda parabolani uchlari berilgan mana. x0 bilan y0 berilgan. O'zi formulada x0 nimaga teng edi? x0 kvadrat funksiya uchun minus b taqsim 2 a ga teng. y0'imiz minus diskriminant taqsim 4 a ga teng. x0 misolimizda demak 3 ga teng, y0'imiz 5 ga teng bo'ladi. Ana endi b ni topsak nimaga teng? B minus 6 a ga teng bo'ladi. 2 a bir ko'paytirib o'tadi. Diskriminantimiz b kvadrat minus 4ac taqsim 4a. Bu ham teng 5 ga. Yoki minus b kvadrat minus 4ac teng 20a ga. Yoki b ni o'rniga minus 6 ni qo'yadigan bo'lsak minus 36a kvadrat minus 4ac bu 20a ga teng. Minus ta'sir qildirib yuborsak, dagin 4a ni chiqarib yuborsam qovusdan nima bo'ladi? 4a s minus 9a. Bu ham bo'ladi 20a ga. A bilan a qisqarib ketadi, 4 bilan 20. Nima qiladi? S barobar s minus 9a teng 5 ga. Endi s ni topsak 9a plus 5 teng s ga. S'imiz bizda nimaga teng edi? 16 taqsim 5 ga teng. 16 taqsim 5. 9a teng 16 taqsim 5 minus 5. Yana soddalashtirsak minus 9 taqsim 5 ga teng. Yoki 9 bilan 9 ni qisqartirib yuborsak a teng minus 1 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Ana endi b ni topadigan bo'lsak, a ni o'rniga minus 5 taqsim 1 taqsim 5 ni qo'yadigan bo'lsak, bu 6 taqsim 5 ga teng. Endi kvadrat funksiyaga o'rniga olib qo'yamiz. F x barobar minus x kvadrat taqsim 5 plus b'miz 6 taqsim 5x plus s'imiz 16 taqsim 5 ga teng. Bizda buni so'ramagan, f 18 so'ragan. X o'rniga 18 qo'yamiz. 18 kvadrati taqsim 5 plus 6 taqsim 5 ko'paytirib 18 plus 16 taqsim 5. Bu ham teng 18 kvadrati 300'ü mana bu yerda hisoblab olamiz. Yoddan aytganimiz bo'lmay 8 kere 8 64, 8 kere 8 14, 1 kere 8 8 1. 4 2 324 ekan. Hammasiga mahraj bir xil. Plus 6 ni 18 ko'paytiradigan bo'lsak 48 108 plus 16 taqsim 5. Hisoblaymiz. 324 dan 108 ni ayirib tashlasak 6 1 2 plus 16 taqsim 5. Bu minus 200 bo'ladi. Minus 200 taqsim 5 bu ham bo'ladi minus 40. Minus 40 degan javob bizda bormi? Bor, S javobda. Bizni kuzatib boring. Bundan ham qiziqarli misol va masalalarni yechishni